Hozir mana shu senliklarni telefonlarni ustiga yopishtiryapman. Qanaqa telefonlar deb o'ylaysizlar? iPhone 11larga. Hozir mana shu iPhone 11lar haqida video tayyorlayapmiz. Agar vaqtingiz bo'lsa, kuzatib turing oxirigacha. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz iPhone'larning narxini. Yo'q, hayron qolganim, $148 ga iPhone 11 sotadimi? Nimaga bunaqa? deb o'ylab turdim. Qarasam, fez ishlamas ekan ushbu apparatimiz. Zato imikalar ro'yxatdan o'tgan ekan. Boshqa hech qanday aybi nuqsoni yo'q ekan. $148 ga iPhone 11imizni berib yuboramiz. Xotirasi 64 GB, batareya yomkisi 78% tashkil qiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yinglar. Navbatdagi bo'lib ko'rsatilgan telefonimizning narxi $198 ga berib yuboriladi. Displey, ya'ni ekran alishtirilgan bo'ladi bir marta. Original ekran qo'yilgan, 64 GB xotiraga ega, 88% batareya yomkisi. Ko'rishingiz mumkin, hech qanday muammosi yo'q, ishlab turgan tayyor apparat. Bularni chetga surib turaylik. Mana buni rangiga nima deysiz? Qarang, holatini, ajoyib holatda saqlanib qolgan ekan. Buni ham narxi arzonga chiqadi, ya'ni $188 ga 64 GB xotiraga ega, 79% batareya yomkisi. Bunda ham ekran bir marta alishtirilgan, albatta originalga alishtirilgan, facelari, turtalari hammasi joyida ishlab turgan telefon, hech qanday muammosi yo'q. Albatta, imekasi ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. 30 kun davomida garantiya qilib bera olamiz, narxiga arziydi. Biz esa davom etamiz. Ushbu qora rangdagi 64 GB lik yuz yomkisiga ega bo'lgan apparatimizni $185 ga berib yuboryapmiz. Bunda ham mana bu okalarga o'xshagan display degan yozuvi bor ichida, ya'ni ekran alishgan bo'ladi. Ekrandan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. O'zini original ekranini ko'rishingiz mumkin. Mana albatta Xitoy ekrani bunaqa yaxshi holatda ishlab bera olmaydi. Menimcha puliga arzib qo'yadigan apparat. Qizig'mi? Tezda aloqaga chiqing yoki ushbu nomerlarda ochilgan Telegramga yozib qo'shimcha ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Aytgancha, bu telefonlarning narxi arzonligi sababdan tezda sotilib ketish xavfi mavjud. O'shuning uchun ulgurib qoling deyman-da. iPhone 11imiz oq rangligi $200 ga chiqadigani. Xotirasi 128 GB, 83% batareya yomkisi. Turishini qarang, oppoq rangdagi oq bayirga o'xshaydimi? Holatlarini nima deyapti? Bitta ko'rib qo'ying. Bitton degan narsa yo'q. Bunaqa ishlatish uchun qanaqa inson bo'lish kerak? O'ta yuragi tor inson bo'lish kerak mikan deb o'ylab qoldim. Albatta, buni ham ekranlar original ekran qo'yilgan, faqat shu displey yozuvi bor bo'lganligi sababli narxi mana shunday narxda chiqyapti. Qizig'imi? Aloqaga chiqing, kutib o'tirmang. Kutib o'tirsangiz boshqa ilib ketib qoladi. Hop, yana mana bunaqa необычный svetlardan bo'lgan, birinchisi va ikkinchisi qizil bo'lgan, uchinchisi qora bo'lgan, bularning hech qanday aybi nuqsoni bo'lmagan ushbu apparatlarimiz. Mana bunisi chiqadi $245 ga, qizili chiqadi $235 ga va nihoyat qorasi chiqadi $260 ga. Bularning hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Imekalar ro'yxatdan o'tgan, albatta 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. Qiziqmi telefonlar? Aloqaga chiqing do'stim. Boshqa viloyatdamisiz? Muammo emas, sizga pochta orqali dastavka qilib yubora olamiz. Bizning manzilni aytib o'tadigan bo'lsam, Namangan shahar Texnoparkdagi 84-do'kondan bizda so'rab olsangiz bo'ladi. Boshqa viloyatda bo'lgan bo'lsa, sizga dastavka orqali pochta qilib yubora olamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.